Bu tabiiy gilam ekan. Tabiiy. Dostonbekka sovg'a tug'ilgan kunlariga. Akajonimni tug'ilgan kunlariga afg'onistonlik hamkorlarimizdan mana shunaqa chiroyli choylar berishibdi. Qanaqa choy adasi? Nima edi ismi? Zafaron choyi. Zafaron choyi. Yoshartiruvchi zo'r choy ekan. Keyin mana bu Afg'onchamidi? Afg'oncha pista. pistasi. Chaqib o'tiramiz mazali ekan. Dostonbek juda rizqli, nasibali dermidilar achalari. Shunaqa yigit ekanlar-da. Mana gilam qarang chiroyligini. Ha, bu tabiiy yungdan to'qilgan deb esingdami? Shunaqa afg'oncha do'konga kirganimizda ko'rgan edik. Rossiya quda Ochib buni dostonxonasiga solib beramiz. Zo'r bo'pti. Dostonbek o'zi uxlab qoluvdi lekin. Mana shu choyga qiziqdim lekin. Erta ichib ko'ramiz. Buni internetdan ko'rib, qanaqa damlanadi. Men bu idishchasidan